bolada allergiya bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Bu ehtimol allergist bilan maslahatlashish paytida ota-onalarning eng ko'p uchraydigan savollaridan biridir. Aytish kerakki, agar bola ikkala ota-onasi ham allergiya bilan o'g'rigan oilada tug'ilgan bo'lsa, unda albatta bolada qandaydir allergiya rivojlanishi ehtimoli juda yuqori. Biroq biz hali ham hech bo'lmaganda bu imkoniyatni minimallashtirish uchun biror narsa qilishimiz mumkin. Masalan, homilador ona imkon qadar to'g'ri va xilma-xil ovqatlansa, biz har doim juda xursand bo'lamiz, chunki bolaning rivojlanishining istalgan bosqichida turli xil ovqatlar bilan tanishish, umuman olganda, allergiya ehtimolini kamaytirishga yordam beradi. Shunday qilib, homiladorlik davrida, emizish vaqtida va qo'shimcha ovqat kiritish bosqichida qancha ko'p va tez turli mahsulotlar bilan tanishsak, bu bolakayning immun tizimi uchun shuncha foydali bo'ladi. Ikkinchidan, bizning atrof muhitimiz qanchalik kamroq steril bo'lsa, begona antigenlar, hayvonlar, o'simliklar va tuproq bilan qanchalik ko'p aloqada bo'lsak, ehtimol siz bog'dorchilik yoki gulzorlar bilan shug'ullanishni yaxshi ko'rasiz, bu chaqaloq uchun yanada yaxshiroqdir. Nega? Chunki uning begona muhit bilan turli xil aloqalari ham xuddi shu begona antigenlarga nisbatan tolerantlikni rivojlantiradi. Shuning uchun, birinchidan, hayvonlar va o'simliklardan qo'rqmang. Ikkinchidan, steril muhitga intilmang. Shuningdek, antiseptiklarning teringizga va chaqaloqning terisiga ta'sirini minimallashtiring. Har safar bola biror narsaga savdo markazida yoki bolalar maydonchasida tegib ko'rganidan keyin qo'llarini artib tashlash shart emas. Hatto o'zingizning qo'llaringizni ham har safar yangi tug'ilgan chaqaloq bilan aloqa qilishdan oldin artib tashlash shart emas. Albatta, ona va kichik bolada antibiotiklarni asossiz tayinlashlar qancha kam bo'lsa, uning immun tizimi uchun shuncha yaxshi bo'ladi. Yo'q, u biron bir antibiotik kursdan keyin buzilmaydi yoki butunlay eskirmaydi. Ammo agar antibiotik har qanday holatda buyurilgan bo'lsa va bu muntazam ravishda sodir bo'lsa, bolada allergik patologiyalar xavfi ortadi. Har bir inson allergiya 21-asrning kasalligi ekanligini aytadi. Xo'sh, bu haqiqatdir. Allergiyaga aholi urbanizatsiyasi, shaharlarga ko'chib o'tish, o'simlik dunyosi, hayvonot dunyosi, chorvachilik, yovvoyi hayvonlar, uy hayvonlari, hasharotlar va hokazolar bilan muntazam aloqaning yo'qolishi sabab bo'ladi. Bularning barchasi 21-asrning ajralmas omillari va shu bilan birga allergik kasalliklarning rivojlanishiga ham sabab bo'lmoqda.